Yodingizda bo'lsa, bundan 1 yil avval davlat rahbari Respublika onkologiya markazining yangi majmuasida bo'lib, u yerdagi holat bilan tanishgan edi. 23-dekabr kuni ushbu markazda ommaviy axborot vositalari uchun press tur tashkil qilindi. Yilda chiqarilgan va o'rnatilgan. Bundan bizda ikkita apparatimiz bor. Ya'ni bittasi bu joyda, bittasi podvalda turibdi. Bu yerdagi bilan podvallar bir kunda 30-40 tagacha MRTni, ya'ni bemorlarga yuqori texnologik bajarish imkonini beradi. Tadbirda Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari, tegishli tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Ta'kidlanishicha, ushbu majmua Respublika onkologiya markazi va uning Toshkent shahar filialini birlashtirgan yagona muassasa hisoblanadi. 650 o'ringa mo'ljallangan yangi bino xalqaro standartlar asosida loyihalashtirilgan. Markazda diagnostika, kimyoterapiya, radioterapiya, jarrohlik, palliativ va reabilitatsiya xizmatlari bir joyda ko'rsatiladi. Yevropa va AQSh standartlari asosida tashkil etilgan 17 ta yangi klinik bo'lim, 66 ta reanimatsiya o'rni, 100 ta kunduzgi kimyoterapiya va 17 ta jarrohlik xonasi, 42 ta reanimatsiya va intensiv terapiya xonalari mavjud. Press tur davomida shu kunlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan shahar onkologiya shifoxonasining respublika markaziga qo'shilishi masalasiga ham to'xtalib o'tildi. Shahar filiali xodimlarining barchasi ish bilan ta'minlanishi va kompensatsiya to'lovlari amalga oshirilishi aytildi. Shahar onkologiya dispanserida ishlayotgan barcha xodimlarga kompensatsiya va rashyot albatta to'lanib beriladi. Bugungi kunda hisob-kitoblar qilinyapti. Men o'ylaymanki, yanvar 1-dekadasida ularga to'liq qo'liga kompensatsiya va rashyotini hisob-kitobini qilib beramiz. Xodimlarni bugungi kunda kelib ketish masalasi ham savol bo'ldi. Biz Toshkent shahar hokimligi bilan Toshkent transport bosh boshqarmasida bu bo'yicha ishladik. Xabaringiz bo'lsa chiqib ko'rsangiz ham bo'ladi. Avtobus bekati tashkil qilindi va bugungi kunda 4 ta avtobus yo'nalishi bugungi kunda bu yerda qatnayapti. Birinchisi bu 28-sonli avtobus, bu Rohat metrosidan qatnaydi. Ikkinchisi 138-sonli avtobus, bu Beruniy metrosidan Toshkent viloyatiga Bunyodkor mahallasiga. 121-sonli avtobus bu Chinni bozordan qatnaydigan avtobusimiz va qo'shimcha qilib 34-sonli avtobus yo'nalishli metro Chilonzordan qatnaydigan avtobusni bu yerda qo'shimcha qilib yo'nalish qildik. Bugungi kunda Toshkent shahar hokimiyati tomonidan 4 ta avtobus yo'nalishini bu yerda tashkil qilib berishdi. Markaz rahbari Sedat Kayaning ta'kidlashicha, to'lovli xizmatlar narxi yanada pasayishi kutilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligining pulli xizmatlar bo'yicha tasdiqlangan normativlari bor. Bemorlar shu kunga qadar qaysi xizmatlar uchun to'lov qilishgan bo'lsa, shunday davom etadi. 10-noyabr kuni prezident ishtirokidagi yig'ilishda mana shu narxlarni tushirish haqida topshiriq berildi. Yangi onkologiya markaziga juda katta investitsiya kiritilgan va bu xarajatlarni hisobga olgan holda Moliya vazirligi bilan kelishuvga erishdik. 2026-yilning 1-yanvaridan boshlab mavjud belgilangan narxlar yanada pasaytiriladi. Barcha konsultativ yoki boshqa xizmatlar ham xususiy klinikalardagi narxlardan ancha arzon bo'ladi. Respublika bo'yicha onkologik xizmatlarga ustuvorlik berilgan. Yaqin kunlarda Jizzax, Xorazm, Buxoro va Samarqanddagi filiallarimizga yuqori texnologiyali radioterapiya jihozlarini bosqichma-bosqich yetkazib beramiz. Bu jihozlar hamma mamlakatlarda ham topilmaydi. O'zbekistonda bunga juda katta mablag' ajratilgan, dedi u. Markazda elektron tibbiy kartalar tizimi joriy etilgan bo'lib, bemorlarni ro'yxatga olish vaqti 2-3 daqiqagacha qisqargan. Mutasaddilar bu davolash jarayonlarining tezlashishiga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Eslatib o'tamiz, bugun respublikada 100 mingdan ortiq saraton xastalari mavjud va onkologiya xizmatlariga talab juda yuqori.